GTA o'yin so'radinglar, top uchta telefon uchun juda ham qiziqarli GTA o'yinlar. Sizdan bitta like va obuna. Men esa boshladim. 3-o'rinda Black Russian o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib GTAga o'xshash o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinga kirasiz, bitta serverni tanlab, noldan sekin-astalik bilan ishlab, o'zingizni mafiyangizni qurishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi shunaqangi zo'r qilingan, mazza qilib o'ynaysiz va ushbu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. Undan tashqari bu o'yinda siz xohlagancha do'stingizni serverga qo'shib, birgalikda mazza qilib, set qilib ham o'ynasanglar bo'ladi. Xullas, o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan. Ikkinchi o'rinda esa One State RP o'yini. Ushbu o'yin ham juda ham ajoyib, GTAga o'xshash qiziqarli o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinda ham siz noldan sekin-astalik bilan ishlab, o'zingizni urovingizni ko'tartirib, sekin-astalik bilan katta shaharda o'zingizni mafiyangizni qurishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasiga keladigan bo'lsak, unaqa dahshat bo'lmasa ham o'ynasa bo'ladigan grafikada ishlab chiqarilgan. Xullas, bu o'yinda ham siz xohlagancha do'stingizni o'yinga qo'shib birgalikda ovozli chat qilib, prosta chat qilib ham o'ynasanglar bo'ladi va bu o'yinda bemalol slab telefonda ham o'ynab ko'rishni tavsiya qilaman. O'yin chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Birinchi o'rinda esa juda ham neobichniy o'yinlardan biri bo'lgan Grand Mobile o'yini. Ushbu o'yin ham juda ham ajoyib, real play, ya'ni qiziqarli GTAga o'xshash o'yinlardan biri. Xullas, bu o'yinda ham siz bitta serverga kirasiz va serverdan noldan tug'ilib sekin-astalik bilan yaxshi joylarda ishlab, o'zingizni uroviningizni ko'tartirishingiz kerak bo'ladi. Xullas, bu o'yinda ham xohlagancha do'stingizni qo'shsangiz bo'ladi, ovozli chat qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz chat qilib gaplashasiz. Xullas, xohlagan mashinani sotib olib, tuni ham qilsangiz bo'ladi. O'zi uyog'i o'zingizga bog'liq bo'ladi. O'yinning grafikasi prosta olov, mazza qilib o'ynaysizlar. Ushbu o'yinlarni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Instagram bioda silka bor. Silkani ustiga bosib, Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va обязательно ana shu videoga bitta like bosib, barcha do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.